Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka cüruzu. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağış kemer 25. yıl. 2. ayının 8. gün hafta şembe vatandaş. Bugün sözleydiği leksiyalarımızın asaslık mezmunları mundak birincisi Washington şehrinde, yaki payitaht Washington'da. Tünügünlerden Amerika Koşmuş Ştatlarının muavun prezidenti J.D. Vance efendi katnaşkan halda dini itikat erkilliği yukarı derecelik yığını bulup öttü. Bu yığındaki bir alaydilik bir yukarı derecelik emeldar, yani muavun prezident Vance efendinin bu yığın katnaşkanlığı ve dekolat belgeliği bu bir alaydilik de hesaplansa, ben üzem alaydilik de paragan bir mesele yaki bir alaydilik şu ki, bu kıtım bu yukarı derecelik dini itikat erkilliği yığınının sahipsi demesen, Amerika Avaz Xitay Tili programımızda verilgen haber sahipsi de mutlak köp orunda Uygurlar meselesi ta'kidlendi bunun içinde. 2020 yılı dastlab bulup Amerika Qo'shma Shtatlarının şu vaqtki Prezident Trump hükümetinin Uygurlar to'g'risida Uygur kishilik huquq ve siyaset kanuni ma'qullaganligi. Bundan keyin yana shundoq bir diniy e'tiqod erkinligi yig'iniga to'g'ri kelganda, masalan, Uygurlar vakillerini chaqirib kelib degandek Aqsaroyda ularni qabul qilganligi. Musha bir qator harakatlardan boshqa undan keyin bu qatam endi Uygur kishilik huquq project mudiri Loisa Griffan'ın Amerika Ovoziga bildirmesi de shundoq deyildi. Biri Prezident Trump hükümetinin, növbetdeki Prezident Trump hükümetinin aynı çağda Uygurlar doğrusu ma'qullagan kanunu qayta sharhlab ve qayta ta'kidlab endi harakatga o'tishini umid qilamiz dedi. Bu bir gap, bir uchur xarakterlik gap deymiz buni vatandaş. İkinci bo'lib Loisa xonim yana radio Amerika ovoziga shundoq dediki, Taylanddagi Uygurlar meselesi 48 nefer Uygur meselesi. Hazır Xitay Taylandga egir besim shiltiyotidu. Bu meselege ciddi qarashimiz gerek degan noktada o'zining fikrini Amerika ovoziga bildirib o'tdi. Bu bir katta vatandaş. İkinci muhim meseleni ko'zayotganlar kadar Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Donald Trump'ning Latin Washington'da o'zining ishxonasida Yaponiya Veziri İşiba efendi bilan suhbat o'tkazdi. Suhbatdan keyin Amerika, Yaponiya birleşim bayonot e'lon qilindi vatandaş. Bu birleşim bayonotning uzoyi yoki ramkalik xususiyatiga qarasangiz, burun nurg'un zamonlarda shundoq bo'lib keldi. Masalan, Amerika, Yaponiya munosabatiga oidli bo'lgan bo'lsa, shundoq bo'lib keldi deganimiz, avvalgi hukumat nima degan bo'lsa, keyingi hukumat shuni takrorlash bilan yoki bunday aytganda birligi belgilangan hukmni qayta takrorlash bilan oyoqlashgan edi. Bu qatam ish boshqacha turdi vatandash. Ish qanday boshqacha turdi desangiz, burungi abstraktlikdan Amerika Yaponiya munosabati bu qatam konkretlikqa o'zgargandek, taraqqiy qilgandek ko'rinadi vatandaş. İkinci noktada anda Jungo'ga qaratilgan masalada, masalan, bu mavzu qilib qo'yilgan ham bugünkü xabarga Amerika Ovozi Xitoy tili programmasining xabarida bu masala ham mavzu qilib qo'yilgan. Andan keyin noktalık masalalar konkretlashgan. Masalan, Jungo'ning Janubiy dengizdagi harbiy harakati ve tehditlerge qat'iy qarshi turamiz, ig'vogarchiligiga qat'iy qarshi turamiz degan jumlalar ishlatilgan vatandaş.
Şunda qaraganda bu qatımqı Amerika-Yaponiya münasibetideki fikirlerinin ve yoki siyaset hukumlarının bunda konkret derecege ko'tarilişi biri Prezident Trump, Donald Trump'ның Aqsarayga kirganligi ve bu qatam vazifa o'tash muddati ichida ishlaydigan nurg'un zo'r harakatlarning, zo'r siyosiy hizmetlerinin bar ekanligini ko'rish tupaysa vatandaş ikincisi Jungo'ga münasibetlik, Tayvan'ga münasibetlik yoki shu siyosatlar takrorlanayotgan siyosatlarga münasibetlik bir o'zgarish yuz berish ehtimoli bormi degan shundoq bir qiyosga kelasiz vatandaş. Biz hozir shuning yozma xabarni sizlarga yetkazaylik. Bu original xarakterlik, material xarakterlik. Birinchi mavzu muavin prezident Vance. Prezident Trump hükümeti devlet ishchi ve sirtida diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dashga kuch chiqardi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2-oyning 17-kuni, kechiringlar, 2-oyning 7-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari muavin prezidenti J.D. Vance haftaning 2-kuni, ya'ni 2-oyning 5-kuni Washingtonda o'tkazilgan xalqaro erkinlik yuqori darajalik yig'inida nutq so'zlaganda bunday ko'rsatdi. Prezident Donald Trump hükümeti devlet ishchi ve sirtida diniy e'tiqod erkinligini qo'g'daydi. Asliga keltirdilar emas, balki Amerikada diniy e'tiqod erkinligini doirasini kengaytirdi. Muavin prezident Vance yana bunday ko'rsatdi. Diniy e'tiqod erkinligi Amerikaning tashqi siyosatida muhim rol o'ynaydi. Muavin prezident Vance hozirgacha mushundaq diniy e'tiqod erkinligi yig'inida nutq so'zlagan Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik amaldori bo'lib hisoblanadi. Yuqori darajalik amaldorlar so'zlagan, lekin bu darajadagi yuqori darajalik amaldorlarning diniy e'tiqod erkinligi yig'inida nutq so'zlashi bu tunji qatimliq ish deyilyapti vatandosh. Nutq so'zlagan muavin prezident Vance o'zining yaxshi do'sti navbatdagi davlat ishlar katibi Marco Rubioni tilga oldi. U bunday ko'rsatdi. Marco Rubio, ya'ni davlat ishlar katibi Marco Rubio diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dashda muhim rol o'ynaydi. Uning diniy e'tiqod erkinligiga qo'shadigan to'pisi, ya'ni uning diniy e'tiqod aqidasidan kelgandir. Marco Rubio senator bo'lib ishlagan chaqlarda Uyg'urlarning majburiy emgak silishning oldini olish qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. Bu qonun loyihasi 2021-yili Amerikaning davlat qonuni bo'lib tasdiqlandi. Ya'ni prezident, sobiq prezident Joe Biden imzo qo'ydi. Xinjiangda, mustamlik Uyg'uristonda jazo lagerida majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishi shundan keyin cheklandi. Marco Rubio 2024-yili Falun Gongchilarni qo'g'dash qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. Cumhur Xalq Cumhuriyeti davlat ishchi a'zolarini ko'chirish jinoyatlari to'g'risida nizomnoma balki tuzib chiqdi deb tilga oldi muavin prezident Vance. Davlat ishlar katibi Marco Rubioning diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash jihati o'ynaydigan roli to'g'risida to'xtalganda. Xalqaro diniy e'tiqod erkinligini yuqori darajaliklar yig'inining o'rtaq raisi Katerina Lantos Amerika ovoziga bunday ko'rsatdi. Muavin prezident Vance'ning xalqaro diniy e'tiqod erkinligi yuqori darajalik yig'iniga qatnashganligidan ta'sirlandim. Men bu navbatlik prezident Trump hukumatining diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dashga ko'p kuch chiqardiganligi ishonaman. Katerina Lantos Svet xonim
merhum Tamlantos'un kızı. Esinglarda var 1999 yıl 4. ayının 20. günü Amnesty International Washington şubesinin başlığı Tiko Mar Efendi Devlet Meclisi'ge Uygurlar doğrusu 100 betlik dokulat ilan kılganda şu vaxtda Tamlantos işxanasının hemkarlığı ve Amnesty International'ın bicanıdıl emgek ve kuch çıkırışı arkalık Uygurlar meselesi tüncü qetim xalqaralaştı Defterge elindi, Amerika Devlet Meclisi'nin defteri yazıldı ve şundakla dünyaga Tamlantos işxanasıdan Zeytun Şeyhini çişlep bir kepter Uygur isimli bir kepter uçup çıktı vatandaş. Ben bugün Katerina Lantos Sivit hanım del şu Tamlantos'un kızı Katerina hanım bugün dini itikat erkilliği de şundak dedi ki bugün muavin prezident Van Sepent'in dini itikat erkilliği yukarıdarlık notuk sözlügellikini ve katnaşkallıkını karşılamız hemen tesirlendim dedi. Şundakla prezident Donald Trump hükümetinin bununki muşu meselesi bu ülke. Muşu mesele. Dini itikat erkilliği bu iş. Köp kuç çıkırdığallık işini ben dep ketmen başlaydım. Bu katimki yığında alaydı. Ya ki gevdilen yine Uygurlar meselesi Uygurların isim şerifinin bu katimki sahibi diye ki Amerika avazı Xitay Til Radyosu programımızda alaydı sahibi birilgelliği. Bunun üzü bir yaxşı başlanış yani. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trump hükümeti devrediki yani bir yeni başlanış deb ataymiz vatandaşlar. Birinci qatam prezident bo'lib vazifa yutganda prezident Donald Trump dini itiqod erkinligi besimiga uchragan xalqlarga ko'ngil bilgan edi. Prezident Donald Trump şu çağda Birleşken Devletler Teşkilatı tüncü qatam dini itiqod erkinligi yig'iniga riyosetchilik qilganda Uyghur musulmonlardan Cevher İlhamni, Falun Gongchilardan Zhang Yuhuani, Tibetlerden Nema Lamani, Hristiyan muridlerinden Ouyungni Aksaray'a elip girip şanısıda görüşken idi. Şu vaxtıda Prezident Donald Trump birinci qatam vazifa yutgan mezgilda mush ishni qilgan edi. Uyg'urning kishilik huquq türünün projektning mudiri Loisa Grev Amerika ovozig'i mundaq ko'rsatdi. Birinchi navbatlik Prezident Trump hükümetinin neticelerinden biri Uygurlarga qarşı insoniyatga qarşı jinoyat sodir qilyapti ve Uygurlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Yani Xitoy hükümeti Uygurlarga irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizyapti deb to'nag'anligi ve qayd qilganligidir. Prezident Trump şu vaqtida prezident bo'lib turgan chaqda birinchi bo'lib tonidi Uygurlarni Xitoy hükümetinin qirg'in qilayotganligini. Shundaqla birinchi bo'lib qayd qildi ve tonidi Prezident Trump hükümeti şu vaqtda Uygurlarga qarşı insoniyatga qarşı jinoyat sodir qilayotganligini. Biz bu qatam Loisa Grev shundaq dediki biz bu qatam yani Prezident Donald Trump ikinci qatam prezident bo'lib saylanib Oqsaroy kirganda Prezident Donald Trump hükümetinin yuqorgi qarorni qayta sharhlab mesela birinchi mezgilli qaror ve qonunni qayta sharhlab endi Uygurlar to'g'risida harakat qo'llanishini umid qilamiz dedi. Loisa Grev Uygur Kişilik Hukuk Project mudiri vatandaş. Hareket qo'llanib bütün dünyada Uygurlarni qo'g'dashga kapolat qilishini umid qilamiz dedi.
Birinchi shu vaqtda tuzilgan qonun bo'yicha navbatda prezident Donald Trump Uyg'urlar masalasi bo'yicha harakat qo'llanishini, ikkinchi nuqtada navbatda prezident Donald Trump Uyg'urlarni butun yer shari bo'yicha qo'g'dishini umid qilamiz, dedi vatandosh. Bu qatam Washingtonda ochilgan yuqori darajalik diniy e'tiqod erkinligida boshda aytganimizdek, mana bu xabarda ko'rsatilganimizdek, shunday bir g'ayrilik Uyg'urlar masalasini gavdalik oldi o'tirg'i chiqqan. Bu esingizda tuting da vatandosh. Endi ikkinchi prezident Donald Trump bilan Yaponiya vaziri Ishiba suhbatlashdi. Amerika Yaponiya birlashma bayonotida Jungoning Janubiy dengizdagi tahdidi va ig'vogarchilik harakatlariga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Mavzuning o'ziga qarang vatandosh. Men boshda aytdim-ku, burun qator hukumatlar, avvalgi hukumatlar o'tirib qo'yayotgan siyosiy hukm va iboralarni tahrirlash bilan yoki takrorlash bilan deganek, tahrirlash bilan emas, takrorlash kechiraman. Takrorlash bilan zamonlar yurishib keldi vatandosh. Endi bu qatim Aqsaraydan Yaponiyaning vaziri Ishibani kutib olib va Ishiba bilan suhbat o'tkazib, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya hukumatining birlashma bayonotini, ikki davlat rahbarlarining birlashma bayonoti e'lon qilgan bu bayonot qo'yilgan mavzu prezident Donald Trump bilan Yaponiya vaziri Ishiba suhbatlashdi. Amerika Yaponiya birlashma bayonotida Jungoning Janubiy dengizdagi tahdidi va ig'vogarchilik harakatlariga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Bayonot. Endi bayonotda yana ta'kidlangan so'zlar nima? Qarang, vatandosh, ikki davlat rahbarlari davomli hamkorlashishni sharhladi. Echivitilgan Hind Tinch okean va Brayonning bexatarligini ta'kidladi. Amerika Yaponiya birlashma bayonotida Jungoning Sharqiy dengizning hozirgi holatini o'zgartishiga qarshi turish, Jungoning Janubiy dengizga qo'ygan qonunsiz egilik huquq talablariga qarshi turish, Jungoning Janubiy dengizda harbiylashtirish, tahdid solish va ig'vogarchilik qilish harakatlariga qarshi turish ikki davlat birlashma bayonotida ta'kidlandi. Amerika Tayvan ikki davlat rahbarlari Tayvan bo'g'ozining Amerika Yaponiya ikki davlat rahbarlari Tayvan bo'g'ozining muqimligini qo'g'dashning muhimligini ta'kidlab, Tayvanning ahamiyatli ma'nolariga ega bo'lgan holda xalqaro tashkilotlarga qatnashishni qo'llaymiz dedi. Va shunday ta'kidladi. Amerika Yaponiyaning harbiy ishlar hamkorligi bizning eng quyuq va eng zich bexatarlik bo'yicha sheriklik munosabatimizning bir qismidir. Yani boshda kirish so'zda shunday dedim vatandosh, anladingiz? Bu qatim Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorligining yangi davri desangiz bo'ladi. Chunki hukmlar konkretlashdi degan gap. Janubiy dengizda Jungoning ig'vogarchiligiga qarshi turish, Janubiy dengizda Jungoning egilik huquq talab qo'yish tashabbusiga qarshi turish, Janubiy dengizda Jungoning tahdidiga qarshi turish, Sharqiy dengizning hozirgi holatini o'zgartirishga qurol kuchi bilan o'zgartirishga qarshi turish, Tayvan bo'g'ozida tahdid vahima paydo qilishga qarshi turish. Demak, bular konkretlik jihatimiga yetganda men boshlaydi dedim vatandosh. Demak, bu yerda hozir ikkinchi bo'lib, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Oqsaroyga kirgandan keyin birinchi bo'lib Isroiliyaning vaziri Netanyahu bilan ko'rishdi vatandosh. Hozir ikkinchi bo'lib Yaponiyaning vaziri Ishiba bilan ko'rishdi vatandosh. Balki
Yaponiya vaziri işi bağlı birleşim bayanat ilan kılıp yukarı mezmunlarını ta'kidledi. Ben dedim konkretlikten, abstraketlikten konkretlikka, mesela tekrarlaştın kat'ilikke. Tekrarlaştın kat'ilikke. Kur'an'daki söz ve kavm siyasi ibarlarını tekrarlaştın, ende kat'ilikke. Ötti digende, endi muş iş bu 2. ayının 7. günü, 5. günü 101 vatıdı digende, ya da uçğun hesap, bundan keyinki siyasetten taraqqiyatıga. Mesela Amerika, Yaponiya birleşme bayanatının körsetkinidek, yoki eğitilginidek. Bundan keyinki iki devlet münasebetining taraqqiyatıga ve iki devlet birligining ve harbiy ishlar sohasi bo'yicha hamkorligining Asiya, Hind Tinch okeani, Asiya yoki Tinch okean, Hind Tinch okean rayonidagi roliga. Yani vatandaş dikkat kılmaz vatandaş.